Assalomu alaykum. Mukammal Uz kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi videoda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlarga bugungi o'zimiz tomonidan loyihalashtirilgan loyihalarni ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi loyihamiz 4 sotixga mo'ljallangan jami 20 ga 20 o'lchamli yerga 10 ta xonadan iborat bo'lgan 2 qavatli zamonaviy turar joy loyihasini ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirrog'ida uyimizning korobka qismiga ketadigan materiallar sarf xarajatini ham ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Uyimizning bosh rejasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uyimizning umumiy maydoni 400 metr kvadratdan iborat. Qurilish maydonimiz 200 metr kvadratdan iborat. Hovli va yashil maydonimiz 140 metr kvadratdan iborat. Avtoturargoh va naves qismi 13 metr kvadratdan iborat. Uyimizning qavat rejalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi qavatdan boshlasak, uyimiz hovlining orqa tomonida, ya'ni ichkarida joylashtirilgan. Bu bizga o'sha shovqinlardan uzoqroq bo'lish va sokinlikni beradi. Birinchi kirganimizdan katta hovlining hajmi 47 metr kvadratdan iborat. Hovldan, demak, o'ng tomonimizda mehmonxona joylashtirilgan. Mehmonxonaning kvadrat metri 51 metr kvadrat. Hovldan, demak, chap tomonimizda oshxona binosi joylashtirilgan. Oshxonaning kvadrat metri 23 metr kvadratdan iborat. Oshxonaning orqa tomonida yotoqxona joylashtirilgan. Yotoqxonaning o'lchamlari 14 metr kvadratdan iborat. Shuning bilan yana birgalikda sanuzul ham joylashtirilgan. Sanuzulning o'lchamlari 208 metr kvadratdan iborat. Hovli binomizning yon tomonida kotelni ham joylashtirilgan. Kotelning o'lchamlari 703 metr kvadratdan iborat. Ikkinchi qavat rejasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavat rejamiz, ya'ni hovldan, zinapoyadan chiqqanimizdan bu yerdan ham birinchi qavatdagidek hol joylashtirilgan, ya'ni bu xonalarga o'tish vazifasini ham bajaradi. Hovlining o'lchamlari 47 metr kvadratdan iborat. Hovldan, demak, chiqqanimizdan birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasining metr kvadrati 14 metr kvadratdan iborat. Undan keyin esa umumiy yuvinish xonasi joylashtirilgan. Yuvinish xonasining o'lchamlari 708 metr kvadratdan iborat. Undan keyingi xonamiz, ya'ni ota-onalar yotoqxonasini loyihalashtirganmiz. Ota-onalar yotoqxonasining kvadrat metri 22,5 metr kvadratdan iborat. Ota-onalar yotoqxonasidan, ya'ni alohida qilib sanuzul ham loyihalashtirilgan. Sanuzul ichki kvadrat metri 208 metr kvadratdan iborat. Bu uyimizning chap tomon qismi edi. Endi o'ng tomon qismi, ikkinchi qavatni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunday. Demak, birinchisi bolalar xonasi. Bolalar xonasining metr kvadrati 14 metr kvadratdan iborat. Keyingi xona garderob, ya'ni qishki kiyimlarni, hamma narsalarni bir joyga jamlovchi garderob xonasini loyihalashtirganmiz. Garderob xonasining metr kvadrati 12 metr kvadratdan iborat. Va mehmonlarimiz uchun alohida yotib qoladigan mehmonlar uchun xona qilingan. Xonaning metr kvadrati 15 metr kvadratdan iborat. Uyimizning ikkinchi qavatida balkon qismi ham bor. Balkon qismi hovldan to'g'riga chiqqanimizda, ya'ni hovlini ko'rib turadigan joy, balkon qismi 7,5 metr kvadratdan iborat. Uyimizning korobka qismiga ketadigan materiallar sarf xarajiga to'xtaladigan bo'lsak, uyimiz 2 qavatli bo'lgani uchun birinchi qavatida plitadan foydalanganmiz. Xo'sh, fundament qismidan boshlaydigan bo'lsak, fundament qismimizda 75 metr kub beton ishlatiladi. Fundamentga armatura, 12 lik diametr armaturadan 750 metr. Binomizning ikkita qavatiga ketadigan g'ishtning sarfi 70 ming dona g'isht ishlatilgan. Kolonna va regellarimiz uchun ishlatiladigan armaturalar 16 va 18 diametrlik armaturalardan 480 metr ishlatilgan. Birinchi qavatimizning ora yopmasi, ya'ni ikkinchi qavat bilan birining o'rtasidagi ora yopmamizda plita ishlatilgan. Plitaning o'lchamlari 540 ga 120 lik plitadan 23 dona yotqizilgan. Ikkinchi etajimiz yengilroq bo'lishi uchun
yog'och to'sinlardan foydalanilgan. Yog'och to'sinlar 6 metrli yog'och to'sinlardan 35 dona foydalanilgan. Tom qismimiz metall cherpitsamiz 380 metr kvadratdan iborat. Bu bizning uyimizning korobka qismiga ketadigan materiallar sarf xarajati edi. Bu videomiz sizga foydali va manzur bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarimiz nimalar haqida bo'lishi haqida fikrlaringiz bo'lsa, ularni ham qoldiring. Biz albatta inobatga olamiz. Xayr, salomat bo'ling.